Ay! Oltiqam yo'qki muncha baqirasiz. Qo'rqaman-da. Qo'ningiz to'qmi ish qilib? Yo'q, qo'lim och. Kompensiya olyapsiz-ku, qo'ningiz to'q bo'lishi kerak-da. Meni qayerdan qo'lim to'q bo'lsa? Kun bo'yi ko'chada ishlayman. Qornim ochda. Menga bo'lsa mana yeb oling. Uyingizga kelasiz. Yo'q. U chempion semichku. Samarqandda ishlab chiqaramda. To'ppa-to'g'ri. Qashqadaryo bilan Anunda ham bor, Buxoroda ham bor-a bu. Zo'r. Lekin buni yeyolmayman, sizniki-ku bu. Yomon degani bor turibdi. Yetadi. Bo'lmasa yana bitta bering. Qorin to'q bo'lish kerak deyapsiz-ku. Mana marhamat. Bittaga to'ymayman-da. Siz tayyorlavering, men yeb olay. Asal qiz. O, nima bo'ldi? Zarvali. Короче, to'q qorinman demanglar, och qorinman desanglar, sevich beryapti. Qo'lim bo'lish kerakmi? Ha, bitta natriy xlor orasida bo'ldi. Ha, undan askarbinka olaman. Askarbinka olma. Nimaga? Ishtahangni ochib oladi, keyin kun bo'yi qiynalib yurasan. Ha, bu yoq ham bor. Men ketdim. To'xta. Kechada men ovqatlanmadim, man kerak. Man nima qilay? Bitta.